Smart Marketda bizda yangilik Red Magic 11 Pro Plus global versiya qilingan. O'shani hozir o'yinda qanaqa o'zini ko'rsatishini ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Qarachka o'ynayapti. Cho'q qanaqa qilish tushunmaydi ekan. Kadr juda katta ekan. Hozir buni Dushmanlarim nima qilayotgan ko'rmay qolyapsizlar. Sezishmayapti o'lib ko'rayotgan. yo'q. O'yin vaqti tez-ku, FPS-lar juda ham tez. Bu otadigan knopka anaqasi bosadiganlar trigger tepada. Sensorni mana ko'rishingiz mumkin. Sensorli bo'ladi. Knopka emas, shu sensorli qilingan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'yinda qanaqa o'zini ko'rsatyapti? O'zini Telefon qizyaptimi? yo'q, вообще 0. Aqlashning sistemasini qarang, aylanishini qarang. Ko'rishingiz mumkin, aylanishini qarang. Illiq. Zaryadkasi qanaqa yetyapti? Bemalol 4 Internetda shu maqtaganchalik bormi shu narsa? internetga ishonmang. Internetdan tepa bu daraja ishoning. Mana. Ikkasini choqdim. FPS baland, a? Necha ko'rsatchi anaqasida nima ko'rsatyapti o'zini Usmoniyning? Ko'rsangiz agar Yo'q, grafikada anaqasi. 120 FPS ko'rsatadi. Shu yordamchi anaqasi bor, Game Booster'da. Xo'p.